Ustalarimiz Xudo darvozaxona bityapti. Nasib qilsa. Nima deysizlar endi bunga? Ha? Nima deysizlar? Nima bo'lyapti o'zi? Nima bo'lyapti? Bo'lsamaylarga sveta qo'ysak. Unutib. Xohlasa. Shu mana shu yerda bitta narsa yoqmayapti. Odamlar, xalq devor yoqmay qoldi-da endi. Patologga yarashmay qoldi-da shu devorimiz. Endi fasadchi ustalarni kutamiz endi. Patologlar bitta, xudo xolasa. Ustalar. Qo'llar dard ko'rmasin ustalar. Bundan ham go'zal narsalar yaratishaversin. Mingtadan rahmat. Mana ustalarimizga. Juda xursandman. Bundaqa xursandchilik yo'q. 2030-yilgacha ishlatib qo'ydim shekilli. Menimcha omaddi bilimman. Yomon ketyapti bu yog'i. Ha, yaxshi. Ana patolog ichiga bittasi chiqib olib qatiryapti. Barmoq razmerga. Anaqa yo'q, shuruplar yo'q bitta. Ana shurup-puruplar yo'q, umuman. Ustani qo'lini so'rayapti. Yana noto'g'ri tushunmaylar, mana shurupni so'rayapti mana. Qo'lni so'rayapti desa, noto'g'ri tushunib qolmaylar yana. Muhaddin usta bilan Ulug'bek usta. Qo'llari gul ustalar. Tushgan. Nafas olmaydi yomon qo'y. Mendek qo'yish kerak edimi? Nima deysizlar, ustalar? Ya, manami? Ha, ustalar. Ha. Mana shuni maslahat beruvdi, shunday qiling deb. Men bunday qilib qo'yray dedim mana. Qaysi biri go'zal chiqyapti endi? Ammo nima qilinglar, hali ham kechmas lekin. O'zim bo'shatib chiqaman, ustalar keyin boshqatada o'zlari qatirib qo'yadi. Shuni tezroq nima qilib olinglar? Kutamaslardi kommentariyada. O'z izohlaringni qoldirasizlar.